Endi prava olish uchun o'qish shart emas. A va B toifadagilarga faqatgina 20 soatlik amaliy darsni o'zlashtirsangiz kifoya. Assalomu alaykum. Bugun haydovchilarga dolzarb bo'lgan mavzuda gaplashamiz. Bu xabar barchani quvontirishi aniq. Unda biz boshladik. O'zbekistonda moped va skuter egalarining noroziliklari inobatga olinib, hukumat tomonidan ushbu toifadagi transport vositalarini boshqarish tartibini soddalashtiruvchi tegishli qaror qabul qilindi. Bu haqda Yo'l harakati xavfsizligi xizmati xabar berdi. Mazkur qaror bilan 3 ta katta yangilik joriy etilmoqda. Birinchisi, maxsus A1 kategoriyasi joriy etiladi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab faqatgina moped va skuterlarni boshqarish uchun mo'ljallangan yangi A1 toifali haydovchilik guvohnomasi joriy etiladi. Bu uni hozirgi umumiy A mototsikl kategoriyasidan osonroq olish imkonini beradi. Bunda avtomaktabda o'qish majburiy emas. A1 toifasini olish uchun fuqarolar avtomaktablarda nazariy va amaliy mashg'ulotlarda o'qish majburiyatidan ozod etiladi. Nazariy va amaliy imtihonlarni topshirish kifoya. A1 olish uchun nazariy imtihonda beriladigan 20 ta savoldan 16 tasiga to'g'ri javob berish yetarli bo'ladi. Eslatib o'tamiz, boshqa barcha toifalar uchun bu ko'rsatkich 18 ta to'g'ri javobni tashkil etardi. Eng muhimi, A, B, C yoki D toifadagi haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lgan shaxslar istalgan biri bo'lsa ham qo'shimcha A1 toifasini olishlari shart emas. Ular ushbu yengil transport vositalarini mavjud guvohnomalari bilan boshqara oladilar. Ikkinchisi, nazariy ta'lim avtomaktablardan chiqariladi. Hukumat qaroriga ko'ra 2026-yil 1-fevraldan boshlab A va B toifalarini olish uchun avtomaktablarda nazariy o'qish majburiyati bekor qilinadi. A va B toifalarini olishni xohlovchilar nazariy bilimlarni mustaqil ravishda uyda, YouTube'da yoki oddiy o'quv markazlarida o'zlashtirishi mumkin. Imtihonga kirish uchun nazariy o'qiganlikni tasdiqlovchi hech qanday rasmiy hujjat talab qilinmaydi. Avtomaktablarda faqatgina 20 soatlik amaliy haydash mashg'ulotlarini o'tash majburiy bo'lib qoladi. Maktablarda endi haydovchilarni tayyorlashda guruhlarni GAIda ro'yxatdan o'tkazish majburiyatidan ozod etiladi. Ilgari avtomaktabda guruh to'lguncha kutish talab etilgani sababli darslar kechikardi. Endi talabgor istalgan qulay vaqtda amaliy mashg'ulotlarni boshlayveradi va hech kimni kutmaydi. Eslatib o'taman, ushbu qaror 2026-yil 1-fevraldan boshlab kuchga kiradi. Agarda pravaga o'qish uchun pul to'lov qilgan bo'lsangiz, faqatgina avtomaktabga murojaat qilishingiz mumkin. Uchinchi yangilik, yo'l qoidabuzarliklari uchun jarima ballari tizimi kengaytiriladi va adolatli taqsimlanadi. O'zbekistonda yo'l harakati qoidabuzarliklari uchun jarima ballari hisoblash tizimiga adolatli ta'minlash va javobgarlikni shaxsiylashtirishga qaratilgan bir qator muhim o'zgartirishlar kiritilmoqda. 2026-yil 1-apreldan boshlab yo'llarga o'rnatilgan avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish tizimlari orqali aniqlangan 12 turdagi yo'l harakati qoidabuzarliklari uchun ham jarima ballari hisoblanadi. Qoidabuzarlik sodir etilganda avtomobil egasi va uni boshqargan shaxs ishonchnoma, sug'urta polisi yoki yo'l varaqasi orqali aniqlanadi va jarima ballari aynan rolda bo'lgan haydovchiga yoziladi. Shuningdek, agar avtomatik tizim jarima ballini avtomobil egasiga yozgan bo'lsa-yu, biroq qoidabuzarlikni boshqa shaxs, masalan, ishonchnoma asosida haydagan sodir etgan bo'lsa, mashina egasi jarima ballini o'sha shaxs nomiga onlayn tarzda taqsimlash, ya'ni o'chirish, o'tkazish huquqiga ega bo'ladi. Bu jarayon uchun hech qayerga borish shart emas. Endi o'z avtomobilini ijaraga beradigan shaxslar uchun maxsus jarima ball tizimi joriy etiladi. Bu orqali mashina egasi avtomobilni kim va qachon haydayotgani haqida ma'lumot kiritib qo'yishi mumkin. Bunda qoidabuzarlik uchun jarima ballari to'g'ridan-to'g'ri ijaraga olgan haydovchiga hisoblanadi. Bizda hozircha shular. Videoni haydovchi tanishingizga yuborib qo'ying. Ko'rishguncha.